Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli do'stlar. Bugun biz sizning bilan urozaning fazilati turunda сөйләшербез. Agarda urozaning fazilati turunda bilirga tilasangiz, bizni bilan qolingіз. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shundan da urozaning bek ko'p bo'laklari, fazilatlari bor, ustunliklari bor. Ham eng ko'rkam fazilatlardan birisi ul urozaning ko'ngilni poklandırу, uy fikrlarini shistapok, arındırу, нашар fikrlardan, uylardan ham kishini zohiriy ham botiniy holda poklandırу, arındırу deb aytar edim. Sizga bir qisqagina voqea, rivoyat turunda da silab kedasim kela. Bir yangigina tizilgan masjidning minbarini yasarga deb balta ustasına ish qo'shalar. Bu balta ustası gadigina avul kishisi bo'la. Alloh taolaning yurtına o'z qo'lim bilan minbar yasin bit deb siqlanib, shatlanib, siyinib ishine kirishir oldindan ol boshdan to'xtali shu izgi ishni ishlar oldindan uroza tutib olayım ali. Alloh taolaga duolar bilan yalvarayım ali deb. Ham kirir oldindan ko'ngilinde hem uy fikrlarında to'xtali minbar için ko'pmi to'larlarmi ekan. Qarali motor minbar bo'lib chiqsa, meni maqtarlar, ay hay nindi aybat, usta kishi deb, darajalarlar deb o'ylay boshladi. Hem anlarsın şu fikrlarni sezib to'xtali dunyoviy fikrlar bilan xayrli amal kelib chiqmas, minbarim Alloh yo'q xayrli bo'lmas, uroza tuta boshlay. Bir kun, ikkinchi kun, uchinchi kun Akirin uroza tutib mening ko'ngli poklana. Ham shundan da bek matur, sifatli, ko'rkam minbar kelib chiqa. Bu minbar shu xatli matur bo'la, hatto bu davlatning podshasi da ol minbar turunda eshitib, o'zi shu minbarni ko'rarga deb avulga kelib jeta. Shundan da minbarni ko'rgach, siqlanib, subhanalloh deb maturligin ko'rgach, to'xtali bu balta ustasin ko'rasim kela. Nindirek izgi bandam ekan, shu xatli usta yasagan bitmana deb balta ustasi yanına kela. Ham so'rov bera. Nishik shu matur mukammal minbarni ishlay oldin deb so'rov bergach, balta ustasi ayta, "Anin sababchisi Alloh taolo bo'ldi. Ham ko'nglimni poklandırу amali ul dayimda uroza tutu sababında bo'ldi deb aytib qo'ya. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kun uroza tuta boshlagach, dunyoviy fikrlarim da ketdi deb ayta balta ustasi. Ko'p o'tlarlarmikan bu minbar uchun? Qarali meni maqtarlar bit deb, darajalar berirlar bit deb o'ylagan fikrlar da akirin kundan kun azaya boshladi. Hem eng sig'inda Allah rizolig'i gina ko'nglimda qolg'ach, o'rmonga borib, ko'nglim bilan, mang'ay ko'zi bilan tugul, ko'nglim bilan eng matur, mukammal, sifatli og'achni topib, Alloh taolaning rahmati bilan shu og'achni kestirib, bismillahirrohmanirrohim deb duolar bilan minbarni shista ko'nglim bilan urozalı kelish ishlagan edim. Ham har bir amalin, har bir maturligin, har bir bosqishin yasagan vaqtda Alloh taolaning rizolig'ini umid etib, ko'nglim bilan duoda bo'ldim. Siri shunda Alloh taolo o'zi yordam etdi deb aytib qo'ydi. Shundan da hurmatli do'stlar, agarda amallarimizning, izgiliklarimizni mukammal kelish o'taluvini tilasak, uroza tutu ul bek ko'rkam ko'nglimizni poklandira turgan, uy fikrlarimizni tartibga sola turgan Alloh taolaning bo'laklarining birisi. Ham Alloh taolo Qur'onda da ayta, Alloh taolo sizga uroza tutuvni farz etuvi bilan yengillik jiberdi. Yengillik berdi. Ham kimda kim agarda Ramazon oyining barakati turunda, urozaning savoblari, bo'laklari turunda bilsa, Alloh taolaning rahmati bilan tilar idigiz deb kela. Tilar idigiz Ramazon oyi 12
ай дәврендә дә булсын дип. Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә изгелектә, игелектә булып, шушы Рамазан айында күңелләребезне, уй-фикерләребезне пакландырып, гамәлләребез чын ихлас күңелдән булуын насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.